Xayroboddan gapiramiz. Xayrobodda hammasi yaxshi, faqat yo'ldan boshqa. Bugun haydovchilar dardini tilga olamiz. Hammasi yangi qurilgan ko'prikdan tushgandan keyin boshlanadi. Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Bu yo'l shahardagi ichki yo'l emas. Bu yo'l kezi kelsa Toshkentni Samarqand bilan bog'laydigan, xalq tilida aytganda, Xayrobod yo'li. Balki qachonlardir tekis yo'l bo'lgandir, lekin hozir unday deb bo'lmaydi. Yo'lda yamaga tushmay yurishni o'zi katta san'at. Aytmoqchi bo'lganimiz, bir chuqurdan qochsangiz, boshqasiga albatta tushasiz. Aytgancha, oz fursat oldin bu yo'lni televideniyada ham ko'rsatishgandi, lekin hali ham o'sha ekan. Xayrobodlik yurtdoshlarimizdan o'nlab iltimoslar bo'lgani sabab bu yo'llarni ko'rgani kelgandik. Bilasizmi, ajoyib manzara ustidan chiqdik. Sharilloqdan Xayrobodga kelaverishda yo'lsozlar ishlashyapti. Maxsus texnikalar shu yerda. Ko'rinishdan bu yo'lda joriy ta'mir emas, kapital ta'mir boshlanibdi. Demakki, bu yo'lni ravon qilish allaqachon yo'lsozlar rejasida bor ekan. Buni o'z ko'zimiz bilan ko'rgandan keyin tanqid qilish fikridan qaytdik va biroz sabr qilish xulosasida qoldik. Nima deysiz? Tez orada yo'llarimiz ravon bo'ladimi?